7 mashinamizda ponni usti Attido Bron bo'libdi. Bronni ham eng sifatli, qimmatdan bo'libdi, xudo xolasa. Luklarigacha, hamma joyigacha qilinibdi, xudo xolasa. Oldi banferlari tortib chopga qilib berishyapti, xudo xolasa. Orqalari ham tayyor bo'lgan, xudo xolasa. Xo'p, Nexia 3 mashinamizga shumizatsiya qilingan oldin. Qayergadir biz bilmaymiz, xudo xolasa. Buni ponni tixot qilib, boshqatdan qilib taxlab beramiz, xudo xolasa. Nexia 3 ni torpedadan yechishga eng sekret o'zini qiyin bolti bor. Mana shu burchakka turadi. Shu boltni yechishga kisplashga. Noqul yechmaslik kerak, erinmay buni do'galar bilan yecha olib, erinmay yechishga. Chunki torpedani mana shu tomondan urgan vaqti lassillab qoladi bu. Umuman uni kesib bermaslik kerak uni. Keyingi safar tixot qilayotgan odamga qiyin bo'ladi. Lassillab ovoz berib qoladi. Apshikalar yasalmagan ekan, quruq faqat rezina yopishgan ekan. Apshikalargacha yasab, xudo xolasa chop qilib beramiz. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz.